Oyoqni kesish kerak deyishdimi? To'xtang. Bu har doim ham to'g'ri emas. Men Muzaffar Murodovich, oyoq-qo'llar amputatsiyadan saqlash mutaxassisiman. Amputatsiya qachon kerak? Qachonki hayot xavf ostida bo'lsa, gangrena stopy, og'ir infeksiya, sepsis, og'ir jarohat yoki ba'zi o'simtalar oyoq-qo'llarni saqlab qolish imkoni bo'lmasa, shunda faqatgina amputatsiya qilinadi. Amputatsiya qachon qilinishi kerak emas? Agar sizda bitmaydigan yaralar bo'lsa, agar nekroz barmoqlarda bo'lsa, gangrena stopada bo'lsa, diabetichеский stopa bo'lsa, sosudlarni qon aylanishi to'xtagan bo'lsa, sizga aytsalarki, sosudlarda qon восстановить bo'lmaydi degan vaqtlar amputatsiya qilinish mumkin emas. Amputatsiya bu oxirgi chora. Hamma vaqt oyoqni saqlab qolish imkoniyati bor. Vaqtni yo'qotmang, to'g'ri qaror hayotni saqlab qoladi. Izohlarga yozib qoldiring savolingizni.